Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Maşallah tabarakallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Makka mukarrama. Jabalun Nur ostidamiz. Hiro g'ori ostida. Maşallah Makka mukarrama hokimligi mana bu o'sha Jabalun Nurda ostiga Hiro muzeyi deb mathaf ochgan. Ya'ni muzey ochgan. Bu toqqa ziyoratga kelganlar mana bu ajoyib bir manzaradan ham bahramand bo'lib ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Safar odoblaridan biri musulmon kishi safar tortgan yerini, madaniyati bilan tanishishligi, odamlar bilan tanishishligi, ularda kultura, bunday aytganda xoh yemoq ichmoq madaniyati bo'lsin, xoh kiyinish madaniyati bo'lsin, xoh til madaniyati bo'lsin, hamma narsasi bilan tanishishligi bu o'zi asli safar odoblaridan hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga ko'chib borganlarida Madina ahlining madaniyati to'y-to'rkuni boshqacha edi, gapirish uslubi, shevasi boshqacha edi. Hamma narsaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ngan. Agar madaniyatiga, o'zining madaniyatiga to'g'ri keladigan bo'lsa. Subhanalloh, mana bu yerda o'sha bir go'zal manzara yaratilgan. Kelib qoladigan bo'lsangiz, bir dam olib ketasiz-da, maşalloh. Makka havosida, aynan o'sha tarixiy joylarda ziyoratlari. Maşalloh. Muzey bor hozir. Kiradigan bo'lsa, bu yerga yozib qo'yibdi. At-Toyiba muzey deb qo'ygan, ya'ni toyib, go'zal, toza, pokiza tarix degani bu. Maşalloh, kelib qolgan olmasalar bir tashlab beringlar. Gasisida yot o'rmasdan. Ha, endi biz ibodat qilyapmiz, ibodat har doim bo'lavermaydi. Dam olgan vaqtingizni biroz aylaning, kayfiyatingiz ko'tarilsin. Bundoq aytganda dunyo qarashingiz o'zgarsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O magazin ekan. Maşalloh, Alloh. Maşalloh. Domla bilan aylanib Mo'min akamiz Muhammadali 200 liraga kitob chiqarsak. Ana qancha ekan? Shaharam zavodidan ekanmish. Maşalloh. Mana. Jay namozlar.